Toshkent shahrida nufuzli UChess Cup 2026 xalqaro shaxmat turniriga start berildi. Markaziy Osiyoning eng yirik shaxmat musobaqalaridan biri sanalgan turnirda jahonning kuchli grossmeysterlari g'oliblik uchun bahs olib bormoqda. Musobaqa 15-iyunga qadar davom etadi. Ishtirokchilar reyting ko'rsatkichlaridan kelib chiqib, Masters, Challenges va Futures, shuningdek barcha istovchilar qatnasha oladigan Open guruhlarning imkoniyatlarini sinovdan o'tkazishadi. Bu yilgi Masters turnirida O'zbekiston sharafini Nodirbek Abdusattorov, Nodirbek Yoqubboyev, Shamsiddin Vohidov himoya qilishyapti. Shuningdek, turnirda Arjun Ergaisi, Yanni Pomnishi, Hans Mok Niman, Shahriyor Mamadiyarov kabi boshqa taniqli grossmeysterlar ham ishtirok etmoqda. Turnirning ochilish marosimida ramziy ilk yurishni O'zbekiston shaxmat federatsiyasi raisi o'rinbosari Komil Sindorov hamda Rossiya shaxmat federatsiyasi raisi Andrey Filatov amalga oshirishdi. Bu esa musobaqaga o'ziga xos tantanaviy ruh bag'ishladi. Mukofot jamg'armasi 121.500 AQSh dollari. Ushbu musobaqani o'zgacha jihati shundaki, top 10 grossmeysterlar, ya'ni dunyoning eng zo'r biz tanigan Arjun Ergaisi, Nodirbek Abdusattorov, Yanni Pomnishi va shu kabi juda ham kuchli grossmeysterlarni ushbu musobaqada ishtirok etayotganligi mamlakatimizda shaxmatga bo'layotgan e'tibor va shaxmatni qanchalik yuqori tezlikda O'zbekistonda oshib borilayotganligini ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin. O'yin zonasida ham alohida biz qo'shimcha kameralar jalb qilinishli va hakamlar hay'atini ham O'rta Osiyolik eng tajribali Qozog'iston, Qirg'iziston va ko'plab boshqa davlatlardan chet ellik hakamlarni jalb qilganligimiz musobaqaning shaffof va juda ham adolatli o'tishini ta'minlab beradi va shuni aytib o'tishimiz kerakki, ushbu musobaqaning qiziq tarafi Open guruhida g'olib bo'lgan shaxmatchi 2027-yil UChess Cup musobaqasining Futures guruhiga yo'llanmani qo'lga kiritadi. Ilk uchrashuvlar kunida kutilmagan natijalar qayd etildi. Muhiddim Adamidov rossiyalik Yanni Pomnishini mag'lub etdi. Gretsiyalik Nikolas Teodorov AQSh vakili Hans Mok Nimanni taslim etdi. Nodirbek Yoqubboyev va Nodirbek Abdusattorov o'rtasidagi o'yinda kuchlar teng keldi. Shamsiddin Vohidov ham hindistonlik Arjun Ergaisi bilan murosaga kelgan. Mutaxassislarning fikricha, Nodirbek Abdusattorov, Hans Mok Niman, Yanni Pomnishi kabi shaxmatchilarning ushbu musobaqada ishtirok etayotgani turnirga bo'lgan qiziqishni yanada oshiradi. Tashkilotchilar havaskorlar va shaxmat ixlosmandlari uchun o'ziga xos fan zonani tashkil etgan. Muxlislar bu yerga kelib, uchrashuvlarni kuzatib, o'zaro o'yinda dona surishlari mumkin bo'ladi. Shaxmat bo'yicha UChess Cup xalqaro musobaqasini Masters guruhi vakillari boshlab berdi. Futures va Challenges guruhi vakillari esa 8-iyun kuni ilk o'yinlarni o'tkazishadi. Ushbu musobaqa, ya'ni ushbu dasturdan o'rin olgan ishtirokchilar 8 tur davomida raqobatga kirishadi. Eng kuchlilar safida harakat qilayotgan Masters guruhi vakillari esa 9 tur davomida g'olib va sovrindorlarni aniqlab oladi. Musobaqa 15-iyunga qadar davom etadi. Abdulaziz Qurbonov, Sherzod Burxonov, Sport.